2017-yilda Quyosh tizimidan o'tib ketgan g'alati obyekt Oumuamua insoniyat tarixida birinchi bor yulduzlar aro fazodan kelgan jism sifatida qayd etildi. U na kometaga, na asteroidlarga o'xshardi va odatdagi yo'ldoshlar kabi iz qoldirmadi. Shakli, yo'nalishi, hatto o'zini tutishi ham kosmik obyektlar haqidagi tasavvurlarni buzib tashladi. Eng hayratlanarlisi, Oumuamua hech qanday gaz chiqarmagan bo'lsa ham kutilmaganda tezligini o'zgartirdi. Ilm-fan hanuz bu mehmonning asl tabiatini tushuntira olmayapti. Oumuamua 2017-yil 19-oktyabr kuni Gavayidagi Pan-STARRS 1 teleskopi tomonidan aniqlangan. Dastlab u oddiy asteroid deb o'ylangan, biroq uning orbitasi hech bir mahalliy obyektga o'xshamagan. Hisob-kitoblar shuni ko'rsatadiki, u Quyoshga yaqinlashishdan oldin ham bizning tizimga bog'liq bo'lmagan yo'ldan kelgan. Bu Oumuamuani insoniyat kuzatgan birinchi yulduzlar aro mehmon sifatida tarix sahnasiga olib chiqdi. Oumuamuani yulduzlar aro deb tan olishning asosiy sababi uning giperbolik orbitasi bo'ldi. Ya'ni u Quyosh gravitatsiyasiga bog'lanmagan va bizning tizimdan chiqib ketadigan trayektoriyada harakat qilgan. Oddiy asteroidlar ellips shaklda aylanadi. Kometalar esa davriy qaytib keladi. Oumuamua esa hech qachon qaytmaydigan mehmon edi. Bu uning boshqa yulduz tizimidan kelganini aniq isbotladi. Ko'pchilik Oumuamuani sigara shaklida deb biladi, ammo bu faqat matematik model. Haqiqiy tasvir olinmagan, chunki obyekt juda kichik va juda tez edi. Ba'zi tadqiqotchilar uni diskka o'xshash pankek shaklida bo'lgan bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Har ikkala model ham uning yuzasi g'alati darajada silliq va yorug'likni noodatiy aks ettirishini ko'rsatadi. Shu bois uning shakli borasida yakdil xulosa yo'q. Eng katta sir Oumuamuni tezlanishi. Hech qanday gaz yoki chang chiqarilmagan bo'lsa ham, obyekt Quyoshdan uzoqlashishda kutilmagan tarzda tezlik oshirdi. Oddiy kometalar bunga gaz purkash orqali erishadi, lekin Oumuamuda bunday iz yo'q edi. Bu o'zgarish fizik qonunlarga zid emas, ammo tushuntirish uchun yetarli mexanizm yo'q. Shuning uchun bu hodisa olimlarni eng ko'p hayratga solgan jihat bo'ldi. Agar Oumuamua kometa bo'lsa, u Quyoshga yaqinlashganda bug'lanib, gaz va changdan iborat dum hosil qilishi kerak edi. Ammo hech qanday koma kuzatilmadi. Agar u asteroid bo'lsa, uning yuzasi toshli bo'lib, yorug'likni odatdagi tarzda aks ettirishi kerak edi. Lekin u bundan farqli bo'ldi. Shu bois Oumuamua na klassik kometa, na asteroid tasnifiga sig'madi. U butunlay yangi tur bo'lishi ehtimoli paydo bo'ldi. NASA Oumuamuni bir necha oy davomida kuzatib, turli fizik modellarga solishtirdi. Ammo hech bir model obyektning barcha xususiyatlarini birgalikda tushuntira olmadi. Hatto uning yuzasi qanday materialdan ekanini aniqlash ham qiyin bo'ldi, chunki u juda kam yorug'lik qaytargan. NASA mutaxassislari hozircha eng yaxshi izohlar ham taxmin darajasida qolayotganini tan olishdi. Bu esa Oumuamuga bo'lgan qiziqishni yanada kuchaytirdi. Harvard astrofizigi Avi Loeb Oumuamuni tabiiy bo'lmagan jism bo'lishi mumkinligini taklif qildi. Uning fikricha, obyektning tezlanishi va shakli yengil, yassi, texnologik tuzilishga o'xshab qolgan. Bu fikr ilmiy jamoada katta bahs uyg'otdi. Ammo Loeb buni inkor etish uchun hech qanday qat'iy dalil yo'qligini aytadi. U buni begona sivilizatsiya yuborgan kuzatuv zondi bo'lishi ehtimolini ochiq qoldiradi. Bu nazariya eng bahsli, lekin eng mashhur talqinlardan biridir. Oumuamua topilganidan so'ng SETI dasturi uning yo'nalishidan radio signallarni tinglashni boshladi. Maqsad texnologik faoliyatga oid eng kichik belgini aniqlash edi. Bir necha hafta davom etgan kuzatuvlarga qaramay, hech qanday sun'iy signal topilmadi. Bu Oumuamua tabiiy jism bo'lishi mumkinligini kuchaytiradi. Ammo radio jimlik sun'iy kelib chiqishni to'liq rad eta olmaydi. Chunki agar u haqiqiy sivilizatsiya qurilmasi bo'lsa ham signal yuborishga majbur emas.
Muammoni qanday modda tashkil etgani ham hanuz sir. Ayrim olimlar uni azot muzining parchasiga o'xshatishadi. Boshqalar esa vodorod muzidan iborat bo'lishi mumkin deydilar. Ba'zi modellarda uning yuzasi metallga o'xshash silliq qatlam bilan qoplangan bo'lishi ehtimoli ham ko'tarilgan. Lekin hech qaysi faraz barcha kuzatuv ma'lumotlariga to'liq mos kelmaydi. Tarkib haqidagi savollar hamon ochiq qolmoqda. Muammo yorug'likni juda kam qaytargan. Bu uning yuzasi odatiy kosmik jismlardan farq qilishini ko'rsatadi. Qorayish darajasi ba'zan kuygan karbon materiallariga o'xshab ketadi. Bu uning uzoq yillar davomida kosmik nurlanish ta'sirida shakllangan bo'lishi mumkinligini bildiradi. Ammo bu xususiyat ham unchalik oddiy izohlanmaydi. Chunki turli joylarda u yorug'likni butunlay boshqacha aks ettirgan. Muammo qayerdan kelganini aniqlash juda qiyin. Uning yo'li ortga hisoblanganda u yaqin atrofdagi yulduz tizimlaridan birortasi bilan aniq bog'lanmaydi. Bu uning millionlab yillar davomida galaktika bo'ylab drift qilgan bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. U balki yana bir sayyora tizimining qurilish davrida tashlab yuborilgan bo'lagidir. Ammo bu borada ham ishonchli dalillar yo'q. 2019-yilda ikkinchi yulduzlar aro jism Borisov kometasi aniqlangach, muammo bilan solishtirish imkoniyati paydo bo'ldi. Borisov an'anaviy kometa kabi bug'lanar, dum chiqarar va tarkibi aniq o'qilardi. Bu esa muammoga mutlaqo o'xshamadi. Shuning uchun muammo tabiiy obyekt bo'lsa ham, u odatiy kosmik jismlardan mutlaqo farq qilishi aniq bo'ldi. Bu farq sirni yanada chuqurlashtirdi. 2021-2023 yillar oralig'ida chiqarilgan modellarda muammoni azot muzining parchalangan bo'lagi bo'lishi mumkinligi aytildi. Bu muz Quyoshning issiqligida juda sekin bug'lanib, ko'zga ko'rinmas tarzda tezlanish berishi mumkin edi. Bunday izoh muammoni gazsiz tezlanishini tushuntiruvchi eng kuchli nazariyalardan biridir. Ammo azot muzidan iborat jismlar juda kam uchraydi. Shuning uchun bu model ham to'liq yechim emas. Muammo haqidagi ko'plab ilmiy izohlar mavjud bo'lsa-da, hech biri uning barcha xususiyatlarini to'liq tushuntira olmaydi. Obyekt juda kichik, juda tez va juda kam kuzatilgan. Shuning uchun uning haqiqiy tabiatini bilishning imkoniyati qo'ldan chiqib ketgan bo'lishi ham mumkin. Ammo sirning ochilmagani uni yanada jozibali qiladi. Muammo hanuz kosmik jumboqlarning eng yirik namunasidir. Muammo bizning tizimga kirib hech qanday iz qoldirmasdan yo'q bo'lib ketgan sirli kosmik mehmon. U tabiiy jismmi? Yulduzlar aro muz parchasimi yo hali tushunilmagan fizik jarayonmi? Hozircha hech kim aniq ayta olmaydi. Bu obyekt kelajakdagi kosmik missiyalar va yangi teleskoplar yordamida yanada chuqur o'rganilishi mumkin. Agar siz kosmosdagi jumboqlar, noma'lum obyektlar va ilmiy kashfiyotlar haqidagi to'liq tahlillarni istasangiz, barcha qo'shimcha ma'lumotlar Telegram kanalimizda.